Toshkentda qaysi kinoteatrlarda kinolarni asosan o'zbek tilida taqdim etishadi? Bu yerda yo'q, bu yerda ham yo'q. Yo'q. Unda biz sifatli formatda haqiqiy dublyaj aktyorlari yordamida o'zbek tiliga o'girilgan, orada qimorli reklamasi chiqmaydigan kinolarni qayerda ko'rsak bo'ladi? Topdim! Frame'da. Frame ilovasida siz xorijiy kinolarni sifatli formatda o'zbek tilida tomosha qilishingiz mumkin. Kinolarni haqiqiy dublyaj ustalari Frame studiyasida sifatli qilib o'zbek tiliga o'girishadi. Frame ilovasini App Store yoki Play Market orqali yuklab olasiz. Ilovada ro'yxatdan o'tishda Baxtshot promokodini kiritsangiz, 1 oy davomida kino, multfilm, anime va seriallarni istaganingizcha tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi oydan bo'lsa bitta kinoga kirish chiptasini yarim narxida to'lovni amalga oshirib, sevimli kino va seriallaringizni ko'rishda davom etaverasiz. Xullas, Frame ilovasi bor ekan, bizni qachon kinoteatrlarimizda o'zbek tilida ham kinolarni qo'yib berisharkan deb kutmaymiz yoki 40 ta reklamasi bor saytlarda sifatsiz dublyaj qilingan kinolarni ko'rishga majbur bo'lmaymiz. Shuning uchun hoziroq Frame ilovasini yuklab oling.